ko'chatlar kech ekilib yoki nimadir sabab bilan ko'karmasa 20 santimetrdan pastga kesib tushaverasizlar. Bu reanimatsion kesish deyiladi, jonlantirish uchun. Oxiri mana shu joygacha borasizlar. Ko'karmasa, shunda ham chiqmasa olib tashlaysiz. Keyin kesish bir odam bo'ladi. Kuch yetkazib bera olmasligi mumkin-da. Kurtaklar sonini kamaytirib olamiz. Kamroq. Necha santimetrgacha borish kerak? Bitta nima qo'yish. Yo, hozir qarang, kesdingiz-ku. Yana qancha vaqtdan keyin kutib kesadi buni? 1 hafta 10 kundan. 1 haftadan keyin yana kesish kerak. Ha. Yani shunga qarang. Keyin hozir qolganlarni hammasini shunday qilish kerakmi? Hozir qilish kerak. Hozir qilish kerak, keyin 1 hafta kutish kerak. Qaysi vaqt? Demak, hozir Buni qizig'i yo'q, kesish kerak. Xullas shu tartibda turaversa, ko'karmasa, suv buni hammasini vaqtida beraversa, yana keyin ko'karib chiqishi mumkinmi? Yo'q. Agar shu mavsum ichigacha bu ko'karmasa, bu yog'ochga aylanadi. O'tinga aylanadi.